Bu so'z ingliz tilida qanaqa bo'lishi mumkinligi haqida hattoki o'ylab ko'rmagansiz. Shunaqa party, shunaqa bayram borki, kimdir agar yangi uyga, yangi xonadonga ko'chib borsa, qarindoshlari, do'stlari kelib uni tabriklashadi va yangi uyga ko'chgani munosabati bilan ular bayram qilishadi. Shu bayramni yangi uyga ko'chgani munosabati bilan tabriklanadigan, nishonlanadigan bayramni ingliz tilida nima deydi? Bilmaysizmi? Men o'rgataman. Housewarming. Housewarming bu imенно o'sha yangi joyga, yangi xonadonga ko'chib borgandan keyin nishonlanadigan bayram turi hisoblanadi. Misol uchun, my uncle and his wife had a housewarming last week. Ya'ni meni tog'am va uni xotini o'tgan hafta shunaqa housewarming party bo'ldi. Ular yangi uyga ko'chib borishdi va biz qarindoshlar va ularning do'stlari tabriklashga bordik va uni celebrate qildik. Ular yangi uyga ko'chib borgani munosabati bilan degan ma'noda keldi. Shunaqa neobichniy so'zlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, men sahifamga obuna bo'lishingiz kerak.